Buxoroi Sharif asrlar davomida o'zining yuksak me'moriy obidalari, qadimiy inshootlari va mustahkam binolari bilan tanilgan. Buxoro shahrida aynan shu tarixning bir qismi bo'lish uchun yana bir qurilish kompaniyasi o'z oldiga aniq maqsadlar qo'yib, barqaror rivojlanib kelmoqda. Turkiston Mega Building Group 2017-yildan xalqimiz uchun shinam va mustahkam xonadonlarni qurishni o'z oldiga oliy maqsad qilib qo'ydi va ikkita loyihani o'z vaqtida egalariga sifatli topshirdi. Aynan mana shu ikki loyiha qurilish sohasida yangiliklar qilish uchun poydevor vazifasini bajarib berdi. Keyingi bosqichda kompaniya yanada keng ko'lamli loyihalarga birin-ketin qadam qo'ydi va shulardan biri 2022-yili Buxoro shahridagi 2 gektar maydonda qurilayotgan 10 qavatli 640 xonadonga ega Turkiston turar joy majmuasi loyihasi bo'ldi. Loyiha o'z davrida Buxoro shahridagi eng katta va eng baland binolardan iborat bo'lganligi bois kompaniyaga sifat va xalqimiz ishonchi bo'yicha mas'uliyat yanada ortdi va Turkiston beton zavodiga asos solindi. Qurilish loyihalari bilan shug'ullanish davomida o'z beton mahsulotlarini tizimli ravishda ishlab chiqarishni boshladi. Doimiy laboratoriya nazoratida ishlab chiqariladigan beton mahsulotlari qurilish jarayonida sifatli beton mahsulotlari bilan bog'liq muammolarning uzil-kesil hal etilishiga zamin yaratdi. Buxoro xalqining ishonchi va amalga oshirilayotgan loyihalarning natijasida bu kompaniya prezidentimiz tashabbusi bilan Buxoro shahrida boshlangan yangi O'zbekiston loyihasidagi yana bir qurilishiga jalb etildi. Kutib oling, Turkiston Mega Building Group kompaniyasidan 500 dan ortiq xonadondan iborat yangi O'zbekiston loyihasi. Bu yangi loyiha Buxoro shahri aholisi uchun kelajak loyihasi vazifasini bajarib beradi. Hududda yashash uchun kerakli barcha shart-sharoitlar mavjud bo'ladi. Yangi O'zbekiston loyihasi o'z nomi bilan yangi hayotning boshlanishi demakdir. Uyingizdan chiqishingiz bilan 5 daqiqalik masofada siz uchun kerakli barcha infratuzilmalar, jumladan 990 o'rinli ikkita maktab, 180 o'rinli ikkita bog'cha, bolalar maydonchasi, do'kon va supermarketlar, coworking zonalar, mahalla markazi, eko-bozor, katta hajmdagi avtoturargoh va uyingiz yonginasida katta bog' har bir aholi uchun qulaylik taqdim etadi. Bu loyiha qurilishi uchun astoydil bel bog'lanib, qurilish ishlari allaqachon boshlab yuborilgan. 2027-yilning 3-choragida esa muhtaram prezidentimiz tomonidan yangi O'zbekiston loyihasi ochib berilishi rejalashtirilgan. Turkiston Mega Building Group kompaniyasining maqsadi Buxoro shahri aholisi uchun yangi va zamonaviy turmush tarzini yaratib berish. Mahalliy aholini ishonchli va sifatli uylar bilan ta'minlashdan iborat. Turkiston Mega Building Group nafaqat uylar quradi, balki insonlar uchun baxtli hayot poydevorini yaratib beradi.